Do'stlar, uyingizni chiroyli qilib ko'tartirdingiz, keyin mana shunaqa tevasiga qum sovg'a qildingiz, lekin bir xilga befarosatlar kelib turib, qizi bilan sevishganlar masjidga yozyapti. Uni o'chiraman turib har xil narsalar qildingiz. Toshda ham o'yishingiz ham ketmayaptimi? Joningizga tegdimi? Yoki abichni holatda qum sovg'a qildingiz, mana shunaqa bo'lib tushib ketyapti. Ya'ni siz joyingiz, ya'ni namga, ya'ni sho'rlaydigan joy bo'ladi. Mana sizga yangilik do'stlar, 20 yilga garantiya beriladi. Ahamiyat berib qo'yinglar, bu travertin emas, ya'ni marmarino mahsuloti kartamira fasonda bo'ladi. 20 yilgacha nimasiga garantiya beriladi desalar, do'stlar, sho'rlamaydi, zanglamaydi, hech nima bo'lmaydi. Super mo'shi bo'ladi. Ushbu uyimizga 1,5 ming kvadrat metrga chiroyli qilib akalarimiz qilib berishgan. Eng qizig'i bu narxlarda ichida usta haqqi mahsuloti hamma yo'g'ini dizaynerlik xizmatigacha ichiga oladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka mutlaqo bepul. Agar Ramazon oyi qildirmoqchi bo'lsalar, do'stlar, lisentsiyani ham o'z ichiga olar ekan. Agar travertin qildiraman desalar, do'stlar, travertinning kvadrati 90 ming so'mdan ekan, bularnikini 100 ming so'mdan qilib berishgan. Kimgadir shunaqa sifatli ustalar kerak bo'lsa, 15 yillik tajribaga ega bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, to'liq ma'lumot akalarimiz berishadi.